Ali Baraka jamoasi doim dehqonlarimiz bilan maslahatlashgan holatda eng sifatli va kerakli mahsulotlarni olib keladi. Ana shunday talabga binoan Xitoydan sifati yuqori bo'lgan tomchilab sug'orish lentalarini olib keltirdik. Dehqonchilikning har bir sohasi o'ziga xos talablari qo'yiladi. Masalan, paxta, piyoz, poliz ekinlar bilan shug'ullanadigan dehqon akalarimizni ham talab va takliflarini inobatga olgan holda Xitoydan mana shunaqangi o'xshagan sifatli va ishonchli kapilli lentalarni keltirdik. Ali Baraka sizlarga eng sifatli mahsulotlarni tavsiya berib qoladi. Sizlarga mana shunaqangi sifatli kapilli lentalari kerak bo'lsa, Ali Baraka murojaat qiling, kelishtirib optim narxlarda qilib beramiz. Ali Baraka barakali hosilingiz manbai.